chiqishman o'rgilay. Unda xursandman quda. Ha bu qachon qaramasam qizingizni qo'lidan telefon tushmaydi. Kim bilan gaplashyapti desa, har doim siz bilan gaplashayotgan bo'ladi. Boshida mayling demadim endi, buni kunchada. Ha lekin hamma narsani sabrga chegarasi bor-ku. Ha 3 yil bo'ldi turmush qurishganiga. Ha undan ko'ra, hey, shu telefoningni qo'y, ishlaringni qil. Siz bo'lmaydimi qizingizga, quda? Tushunmadim. U bilan nima demoqchisiz? Navbat gaplashsa begona bilan emas, o'zini onasi bilan gaplashyapti. Bilaman siz bilan gaplashishini. Lekin Nima? Qizlar to'ydan keyin onasi bilan aloqani uzish kerakmi? Uyali quda, men sizni o'qigan, ziyoli ayol deb yuribman-a? Sizga ishonib qizimni beribman. Bo'lmasa kimlar qizimni kelin qilmoqchi edi-ya? Gulnorxon, ha oila o'yinchoq emas. Siz buni yaxshi bilasiz-ku. Voy, siz shunaqa deb tursangiz, ha bu qizingizdan nima kutish mumkin? Men nima deyapman? O'sha telefon o'lgurda kamroq gaplashsin deyapman xolos. Bilasizmi? Har bir oilani o'zini siri, o'zlariga yarasha muammolari bo'ladi. Ko'rinishingizdan yuvvoshgina ko'ringaningiz bilan siz ham balo ekansiz-da. Qaynona baribir qaynonalik qilarkan-da. Sizdan buni kutmagandim. Alo? Nima deyapsiz, oyi? Bering telefonimni. Nima haqqingiz bor oyim xafa qilishga? Sizni onangiz ona-yu, men ona emasmanmi?